Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Elbek. Juda ham xursandmiz sizni X Factor showsida qarshi olayotganimizdan. Sal yolg'onchiroq ekansiz. Aha, deyishingizni qarang. Yo'qmi? Uydagilar sizni pedagogika institutiga o'qishga kirishga yuborishgan. Siz nima qilgansiz? Boshlang'ichga kirganman, bir kun o'qiganman. Shunasi sinfga kirganman, unaqa P shaklda o'tirgan. Hamma qiz burchakda, ustoz erkak kishi va bitta men. Hammasi qiz bola. Ustoz huzurda chiqib ketgan, darsdan ko'p o'tirmagan, 15-20 minut o'tirgan. Chiqib ketganman-da. Shu bilan borib doiraga topshirib, musiqa fakultetiga o'qishga kirib ketganman. Keyin dadam bilgan, hozirroq nima bo'lgani, otarchi bo'lasan dedi. Elbek, nima eshitamiz? Otabek Muhammad Zohid televideniyalar. Marhamat. Pişmez sevdamı dip yuboraman Çaresiz qolganda ishq bozorida Umidvorlik qalbi tilka boraman Bir hikmat bor deya yor ozorida Bu pishmas sevdamı dip yuboraman Çaresiz qolganda ishq bozorida Umidvorlik qalbi tilka boraman Bir hikmat bor deya yor ozorida Mayli telbadinglar, mayli divona Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor Gulni bulbuliga aylab begona Kimning ko'ngli to'lar, kimga qanday kor Hoy, men sening qora sochingga emas Qorday oq ko'nglingga bog'lanib qoldim Netay senla hech xayrlashgim kelmadi Alvido demoqqa yo'qdir qarorim Yo'q qarorim Rahmat ketiling. Xo'sh, Elbek. Zo'r boshladingiz. Hattoki uni o'tirib ham qoldim. Boshlar. Oxirigacha chidab o'tirishim mumkin edi. Kameraga yaxshi tushmas ekan, mana shuncha o'tirib oldim. Meni qoyil qoldirish, hayron qoldirish juda ham qiyin, lekin siz qoyil qoldirdingiz. Ha, Rahmat. Juda ham zo'r, birinchi juda ham ha deyish qiyin bo'lgan insondan ha oldingizmi, уже bu yog'i xudo xolisa osonlashadi. Men ham sizga ha deyman. Молодец, juda ham chiroyli ijro bo'ldi. Yana ham ko'proq tozaroq aytishga harakat qiling, zo'r. Sog' bo'ling. Elbek, o'zi asar murakkab qo'shiq, uncha hofiz ijrochi ijro etolmaydi. Juda murakkab asar tanlabsiz. Lekin boyagidan aytdim, boshqa ishtirokchi qatnashganda hozir mana muxlislarimizdan eshitishdi. O'zingizni ovozingizda Elbek bo'lib ijro etdingiz, menga juda ham yoqdi. O'zingiz ishongan holda ham ovoz diapazoni haqiqatdan X Factor shousiga loyiq hofizsiz. Xudo xolasa bundan da omad tilaymiz. Ha! Rahmat siz.
Nima deymiz? So'zsiz, albatta ha. Rahmat. Xush kelibsiz. Demak, Elbek hozircha kasbingizni o'zgartirmay turasiz. Bilasizmi nima uchun biz sizga ha dedik? O'qishni bitirib oling dedik-da. O'qishni bitirib olguncha ushlab turamiz sizni, lekin nima bo'lgan taqdirda ham haqiqatdan bugun super ijro bo'ldi. Hammada bir xil fikr va bu yerga yig'ilgan hammani hayratda qoldirdingiz. X Factor shousiga xush kelibsiz. Siz bilan mashg'ulotlar lagerida uchrashamiz. Rahmat.